Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizga katta rahmat aytmoqchi bo'lgandim. Shuning uchun telefon qilgandim sizga. Ana o'tgan yil siz zamon period urug'ini olgandim. Mana bu 3-uzumi bo'lyapti aka. Endi 3-uzum teriladi. Mana aka. Ana bolgarlar. Buni 8 kun, 9 kunda tersangiz, vobshe dahshat chiqar ekanda. Ana bolgarlar. Eksportga uzilyapti bu. Haqiqatan zo'r ekan aka. Katta rahmat sizga. Baraka topganmiz bu urug'dan. Ana urug'lar. Ana. Hosilni ko'tarilmasdan yotdi bu. 3-terim bugun terilyapti. To'g'risi qizlarim havasaki teryapti buni borku. Upakovka ham chiroyli chiqyapti. Eksportga ketyapti. Eksportchi bolalar ham xursand bunga. Rahmatlar aytayapti-da, bu buncha qilib yetishtirganingizga. Gap yetishtirishda emas, urug'da ham mehr ham berib qaradik bunga. Baraka topdik bu period urug'idan. Hozir upakovka bo'layotgan joylarni ko'rsataman. Mana bu nimamiz. Bitsamiz bunisi. Mana. Hozir mana upakovka bo'layotgan nimani ko'rsataman. Ana bu yer. Evet. Ha bitta xaltani to'kkinda. Nima? Ha. Buni ichida atqi chiqmaydi. Bitiyor kaliber dedi bana dedi bana telefon koydu. Aka bana telefondan bağlantı yuqori dedi. Haqiqatan bu hal keyingi termasida ko'rasiz, shatakday bo'ladi. Shu hozir azot beraymi? Yo, azot berma. Nima beraymi? Azma buni tushirib oling, keyin nima qilamiz. Upakovkasini ko'rsak. Anaga. Upakovka bo'lgan emas. Ha, eksport varianti ketyapti. Yashikdan bilinadi-ku. Bertek, hammasi. Surxondaryo Jarqulgan tumani. Surxon ekilgan Junjatepa mahallasida.
ismim Qolyar Abdumo'minov.